$100 okalar kenejonlar, $100. Nima deysizlarmi? Toza asal bo'ladi okalar. Okalar kenejonlar asalli, okalar. Oqidan qorasigacha, ko'kidan sariqigacha bor. Birinchi qo'l bo'ladi okalar. O'zbekiston bo'yicha birinchi qo'l. Hop, Sherxon aka bolalari keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qalaysiz aka? Kechirasiz? Xullas, akam bilan shartnoma qilamiz, xudo xolisa. Hamma do'konga asalni eng zo'rini, sifatlisini olib borib qo'yamiz. Optim narxida sotamiz. Okay, bitta asallarni tushuntirib bering. Qanaqa asallaringiz bor, nimalar bor aka? Bu qanaqa asal? Bu qanaqa asal? Kigut asali zafaronga aralashtirgan aka bu. Zafaroni bu. Stressga, qo'lni suyultirishga, charchoqlarni oldini olishga eng zo'r narsa aka. Zafaron giyohlarning eng oliy navlisi hisoblanadi aka. Xo'p, aka, gapiring. Bizada undan tashqari paxta asali, yantoq, mayski, tog', kigut asallar, undan tashqari misr sidr asallari bor. Erkaklik quvvatini oshiradigan maxsus asallarimiz bor. Erkaklik, ya'ni foydali, to'g'rimi? Butun oilaga foyda beradigan. Mani jiyanlarim misol uchun shovollab qo'yapti aka. Nima qilish kerak? Qanaqa asal yeyish kerak? Nima qilish kerak? Aka, yoshlariga qarab o'zimiz tavsiya etamiz. Undan tashqari bizda aka eritilgan propolis bor aka. Nima edi bu? 3 kun davomida bittada qoldiradi, yutalman degani. Mana propolis, mana bu narsa hisoblanadi aka. Mana asalarini mana bu joydan olinadi aka. Kamerani yaqinroq olib keling aka. Mana bu propolis hisoblanadi aka. Bu propolis har xil shamollashlarni bittada oldini oladi. Milk, tish og'riqlar, ayniqsa yutanni bittada qoldiradi. Xo'p, jigar, qani yana bitta narsani so'raymi? Siz birinchi qo'lsiz, to'g'rimi? Birinchi o'zimiz mahsulotlar. Gap yo'q. Keyin men bitta asallaringizni turini ko'rdim. Men qanaqa asal mana bu aka? Mana bu aka o'zimizda eng oliy navli yantoq guli asal hisoblanadi aka. Bozordagi arzonchi asallar emas bular. Xo'p, aka, narxi bilan aytib ketamiz. Like bosib qo'ying. Nech pul aka? Yantoq asali 170 ming so'm. 170 ming so'm. Mana bu nima bu aka? Mana bu Qirg'iziston oq gul asali, Esparsit guldan olingan aka. Oq asal 200 ming so'm narxi, obunachilar uchun 150 ming so'm. Gap yo'q lekin. Okalarga nejonlar like bosib o'radigan joyi, okamlar xullas birinchi qo'lli. Like bosib qo'yish kerak. Bugungi sanamiz 9-dekabr. Tez kunda do'konlarimizda Sherxon asalni olib ketsanglar bo'ladi. Mabodo, mayli, mendan olgili kelmasa, bular birinchi qo'lli, bar mendan arzon qilib beradilar. Hali o'tvorsanglar, Nurafshon ko'chada ofislar bor. Bemalol kelib, xudo xolisa xaridni amalga oshirsanglar ham bo'ladi. Birinchi qo'l, top-toza, sifatli asal. Yaqinlarga tarqatib qo'yinglar, charchamanglar. Masalama.